ushbu Boyka filmidagi fragmentni qanday amalga oshirishni detalni ko'rib chiqamiz. Avvalambor oyoqlarni shunchaki tekis bukmasdan ko'tarishni mashq qilamiz va oyoqni ko'targandan keyin qaytarishni yig'ib olyapmiz. Oyoqni uzatdim, yig'ib oldim. Endi bu holatni aynan kontaktlashuv jism bilan ko'rayotgan bo'lsak, mana bu zarbada ko'riladi. Endi buni to'liq ko'rayotgan bo'lsak, siz orqangizdan tegilishganda signal bo'lishi bilan bokovoy zreniya bilan qaraysiz. To'liq qarang, bokovoy zreniya bilan qaradingiz va shu narsa amalga oshadi. Bokovoy zreniya bilan qaradingiz va shu narsani amalga oshirib ketyapsiz. Agarda shunga o'xshash zarbalar va usullarni detalni ko'rishni o'rganishni xohlasangiz, siz uchun maxsus onlayn kurs tayyorlaganmiz. Shunchaki onlayn kurs kerak bo'lsa, kommentariyaga kurs deb yozing.